Soliq kodeksining 354-moddasiga asosan soliq agenti soliq solishdan ozod qilishni yoki pasaytirilgan soliq stavkasini agar daromad oluvchi norezident O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi tuzilgan davlatning soliq rezidenti bo'lsa, mustaqil ravishda qo'llash huquqiga ega. Bunda norezident tomonidan soliq agentiga soliq rezidentligini tasdiqlovchi hujjat daromad to'lash sanasidan kechiktirilmagan holda taqdim etilishi lozim. Soliq kodeksining 358-moddasida soliq rezidentligini tasdiqlovchi hujjatlarga quyidagi talablar qo'yilgan. Chet davlatining vakolatli organi tomonidan berilgan hujjatning asl nusxasi. Bunda soliq rezidentligini tasdiqlovchi hujjat belgilangan tartibda konsullik legallashtirish amalga oshirilgan yoki qonunchilikda belgilangan tartibda apostil belgisi qo'yilgan bo'lishi lozim. Xorijiy rasmiy hujjatlarni legalizatsiya qilish talabini bekor qilish to'g'risidagi konvensiya ishtirokchilari o'rtasida hujjatlar almashinuvi hujjatlarga apostil belgisi qo'yilgan holda tasdiqlanadi. Biroq O'zbekiston Respublikasi hamda Germaniya, Avstriya va Belgiya davlatlari konvensiya ishtirokchilari bo'lsa-da, o'zaro bir-biriga ishonch bildirmaganliklari sababli o'zaro hujjat almashuvlar hujjatlarni konsullik legallashtirish orqali tasdiqlanadi. Yuqoridagi tartibda rasmiylashtirilgan hujjatning notarial tasdiqlangan nusxasi chet davlatning vakolatli organining internet resursida joylashtirilgan soliq rezidentligini tasdiqlovchi elektron hujjatning qog'ozdagi nusxasi. O'zbekiston Respublikasi hukumati va Xitoy Xalq Respublikasi hukumati o'rtasida imzolangan daromaddan olinadigan soliqlarning ikki yoqlama qo'llanishining oldini olish to'g'risida bitimning 11-moddasi 1-bandida ahdlashuvchi davlatlarning birida hosil bo'lgan va boshqa ahdlashuvchi davlatning rezidentiga to'lanadigan foizlar ana shu boshqa davlatda ham soliqqa tortilishi mumkinligi belgilangan. Shuningdek, mazkur moddaning 2-bandiga asosan bunday foizlar hosil bo'lgan mazkur ahdlashuvchi davlatda shu davlatning qonunlariga binoan ham soliqqa tortilishi mumkin. Ammo foizlarni oluvchi benefitsiar, ya'ni dividendlarning manfaatdor egasi bo'lsa, soliqning miqdori foizlar umumiy hajmining 10% dan oshmasligi kerak. Mazkur holatda Soliq kodeksining 351-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasining yuridik shaxslardan va yakka tartibdagi tadbirkorlardan olinadigan har qanday turdagi qarz majburiyatlari, shuningdek, foydada ishtirok etish huquqini beruvchi obligatsiyalar va konvertatsiya qilinadigan obligatsiyalar bo'yicha foizlar norezidentning O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan olingan va doimiy muassasa bilan bog'liq bo'lmagan daromadlari hisoblanadi va 353-moddaga binoan 10% stavkada soliqqa tortilishi belgilangan. Bu esa o'z navbatida O'zbekiston Respublikasiga foizli daromadlarga nisbatan bitimda ko'rsatilgan stavkadan oshmagan miqdorda soliqqa tortish huquqini beradi. Bunday holatda soliq agenti tomonidan 10% stavkada soliqlar ushlab qolinishi shart. Albatta, soliq organlari quyidagilarga ko'ra qonuniy harakat qilgan. O'zbekiston Respublikasi hukumati va Turkiya Jumhuriyati hukumati o'rtasida imzolangan daromadlarga ikki tomonlama soliq solishga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi bitimning 3-moddasiga binoan vakolatli organ atamasi O'zbekistonga nisbatan Davlat soliq qo'mitasini, Turkiya Jumhuriyatiga nisbatan Moliya vazirligini yoki uning vakolatli vakilini anglatadi. Bundan ko'rinib turibdiki, xalqaro shartnoma qoidalarini qo'llash Turkiya Jumhuriyati hukumati nomidan Moliya vazirligini yoki uning vakolatli vakili faoliyat yuritadi.
xorijiy rasmiy hujjatlarni legalizatsiya qilish talabini bekor qilish to'g'risidagi konvensiyaning 5-moddasi 1-qismida apostil hujjatlarni imzolagan shaxsning yoki hujjat egasining iltimosiga binoan berilishi belgilangan. Shu bilan birgalikda mazkur moddaning 2-qismida belgilangan tartibda to'ldirilgan apostil belgisi qo'yilgan hujjatni imzolagan shaxsning qaysi lavozimda harakat qilganligi hamda imzosi, zarurat bo'lganida hujjat bosilgan muhr yoki shtabning haqiqiyligini tasdiqlashi belgilangan. Bundan ko'rinib turibdiki, notariuslar O'zbekiston Respublikasi hukumati va Turkiya Jumhuriyati hukumati o'rtasida imzolangan daromadlarga ikki tomonlama soliq solishga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi bitimning qoidalarini qo'llash maqsadida vakolatlarga ega emasligi sababli bunday tartibda rasmiylashtirilgan rezidentlik sertifikati asosida O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalarini qo'llash mumkin emas. Shuningdek, Soliq kodeksining 354-moddasida soliq summasi ushlab qolinmaganda yoki O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalar qoidalari g'ayriqonuniy ravishda qo'llanilganda, shu soliqning ushlab qolinmasligiga yoki to'liq ushlab qolmasligiga sabab bo'lsa, soliq agenti ushlab qolinmagan soliq summasini va tegishli penya summasini byudjetga kiritilishi shartligi belgilangan. Yo'q, shart emas. Soliq kodeksining 358-moddasida soliq rezidentligini tasdiqlovchi hujjat chet davlat vakolatli organining internet resursida joylashtirilgan bo'lsa, konsullik legallashtirish yoki apostil belgisi qo'yish shart emas. Biroq ayrim davlatlarning, masalan, Belorussiya va Birlashgan Arab Amirliklari soliq organlari tomonidan elektron tartibda rasmiylashtirilgan rezidentlik sertifikatlari internet resursida soliq kodeksining 358-moddasi talablariga muvofiq bo'lmagan ravishda joylashtirilgan. Soliq kodeksining 358-moddasi talabiga muvofiq rezidentlik sertifikati internet resursiga uning rasmiylashtirilganligini tasdiqlovchi ma'lumotlar emas, aynan rezidentlik sertifikati nusxasi joylashtirilgan bo'lishi lozim. Aks holda mazkur rezidentlik sertifikatlari konsullik legallashtirish yoki apostil belgisi qo'yish orqali tasdiqlanishi shart. Yuqoridagi savollar va tushunmovchiliklar xalqaro soliqqa tortish ma'muriyatchiligini amalga oshirishda eng ko'p kuzatilayotgan holatlardan biri hisoblanadi.